2026 Chevrolet Bolt F elektromobillar dunyosida katta yangilik va ilg'or texnologiyalar bilan ajralib turadi. Bu model zamonaviy dizayn, samarali elektr motor va uzoq masofali batareya bilan jihozlangan bo'lib, haydovchilarga qulay va ekologik toza transport vositasini taklif qiladi. Bolt F elektromotorining quvvati va tezlashuv xususiyatlari uni shahar ichida va uzoq yo'l safarlarida ham ishonchli qiladi. Avtomobilning batareyasi yuqori energiya sigimiga ega bo'lib, bir martalik zaryad bilan uzoq masofa bosib o'tishga imkon beradi. Tez zaryadlash tizimi esa kunlik foydalanish va uzoq yo'l safarlarni qulay qiladi. Chevrolet Bolt F ning tashqi dizayni zamonaviy va aerodinamik chiziqlar bilan ajralib turadi. Old va orqa chiroqlar LED texnologiyasi bilan ishlangan bo'lib, ko'rinish va xavfsizlikni oshiradi. Avtomobilning ichki qismi keng va qulay bo'lib, yuqori sifatli materiallar bilan jihozlangan. Haydovchi va yo'lovchilar uchun ergonomik o'rindiqlar va ilg'or konditsioner tizimi uzoq safarlar davomida qulaylik yaratadi. Ichki interaktiv tizimlar, sensorli ekranlar va raqamli panel orqali avtomobil bilan oson aloqada bo'lish mumkin. Bu tizimlar navigatsiya, media va batareya monitoringini boshqarishni soddalashtiradi. Chevrolet Bolt F xavfsizlik bo'yicha ilg'or texnologiyalarga ega. Avtomatik favqulodda tormozlash, yo'l belgilari tanish tizimi, shinalar bosimi monitoringi va haydovchi ogohlantirish tizimi kabi funksiyalar yo'l xavfsizligini oshiradi. Shuningdek, adaptiv tezlikni ushlab turish va shtrifni saqlash tizimi uzoq safarlarni xavfsiz va qulay qiladi. Bolt F energiya samaradorligi va ekologik tozalikka katta e'tibor qaratilgan. Elektrik motor yoqilg'i iste'molini kamaytiradi va havo ifloslanishini minimal darajada saqlaydi. Aerodinamik dizayn esa energiya sarfini optimallashtiradi va yo'l harakati davomida yuqori samaradorlikni ta'minlaydi. Avtomobilning ulkan batareyasi va samarali energiya boshqaruvi uzoq safarlar uchun qulaylik yaratadi.